Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ertalabdan qanaqa kanal keldi seni siz syomka qilgani? Nomini bilmayman lekin. Mir telekanali. Mir telekanali keldi. Endi polnisi siz haqingizda sujet qilyapti, ko'rsatyapti. Mana zritellarga nima deysiz? Men sizni oldiga kelyapman. Mana shunday sizning videolaringizni ko'rsatyapman. Nima deb o'ylaysiz? Bu xalqqa foydasi bormi yoki bu videolarni qilmaylikmi? Juda katta foydasi bor aka. Chunki foydasini qanaqa sezyapman, o'zim kommentariyalar o'qib sezamiz. Undan emas, musofirda yurgan mana bu o'zbek, tojik, nafaqat qirg'iz, qozoq hammasini hurmatini bo'lishini xohlayman. Meni o'zim xohladim shunchalik bo'lishini. Men shunchalik bo'lib ketdi. Bundan ziyod bo'lsin, shu tobi ko'rsin bizni qahramonligimizni, bizni mana shunaqa sof dilligimizni bilsin deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Mana shu videolarimizni chiqaradigan videolarimizdan maqsadimiz shu. Mana shu akani qilgan ishini maksimal darajada mana o'zbek qanday mardligini, mana shu jasoratligini ko'rsatish uchun-da. Sizlardan esa faqat duo, biz qo'limizdan kelgancha mana ertalab 8 dan sovuqda xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yana bir bor, bu YouTube nafaqat meniki, sizlarniki ham qadrdonlarim. Shunaqa, ketdik.